Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzalov do'stlar. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan birgalikda shu YPXdan qochamiz do'stlar. Belgilangan joy bir tochkadan ikkinchi tochkagacha borish. Shu tropikgacha qila qoldik. Hozir ana qilamiz bularga. Aytgancha men Akbarjon bilan o'ynayman. Ya'ni shu Akbarjon YPX geriklarda kirdilar. 3 2 1 ketdi do'stlar. Tez yurishimiz kerak chunki 3 marta shtraf solsalar BMW M5 G90 yutib oladi. Ko'yinligi. Kyottala, davay shtraf soladi, hozir yetib 3 ta shtraf solishlari kerak o'sha yoqqa borguncha, men to'xtagunimcha. Bo'lmasa do'stlar yutqizadilar. Men ham sal tezroq yursam shtraf solishlari mumkin. Shuning uchun sal tezroq yuramiz, bo'lmasa sekin yursa u migalga yoqadimi, shtraf solishga ana qiladimi, baribir ham do'stlar. O'shaolmaydi. Birinchisi ikkita bo'ldimi-da, ikkita bo'ldi. Mayli. Xo'sh, yotdilar. Keyin do'stlar buni bitta ekan. Buni do'stlar ana qo'yib oldim. Nima deydi? Yengcha qilib taxladim. 201 tez yurotdancha obnovleniyadan keyin dabdala bo'ludi. Va ikkinchisi ham bor uje do'stlar. Billet. Nicho. Ko'zlarning oldida G90 ni bera olmayman chunki do'stlar, uchinchisi ham ketdi. Ko'zlarning oldida bera olmayman G90 ni, lekin Telegram kanaliga berganimni isbotlab tashlayman chunki ikkinchi akkauntimda. Telegram kanalimga yutib qo'yinglar. Bo'ldi bilet, anaqa bo'ldi-ku uje. 3 ta bu bo'ldi-ku, hozir tropikgacha bora olsak do'stlar, beramiz. Ideya yo'q edi. Ko'p YPXlar bilan qilmoqchi edik. Hezillarga bilet. Mayli. Migalka yoqoq ularda ketdik sekin. Telegram kanalimga ham o't qo'yinglar do'stlar. 100 ta bo'lsak bir qattilar ular yo'lak chit qo'yibdilarmi? Qanalar o'zi? Ular cho'ta yo'llar do'stlar. Shtraf soy yotibdilar. Mayli, biz yazilab qochdik. Yonimga o'tirayapmilar. Qani bilaylikchi. Qanaqa yonimga o'tirib oladilar? Politsiyaskiy игрок nima degani uchun? Yana shtraf soldilar degani. Mayli. Necha atigi 2000 ketadi, lekin G90 ni yutib oldilar do'stlar. Bu mashinani ham to'g'ri MBP'niki yana bitta proyekt qildilar, Y190 ni. Lekin bu ham ancha tez yuradigan bo'ldi do'stlar. Taslim bo'lib 300 HP ketdi deb xafa bo'lib o'tirmasam, shuni sekin taxlab amallab qildim do'stlar. Xo'sh, bu yoqqa to'xtabdi, prevyuga ham rasm olamiz. Telefonim sal-pal qotdi, necha do'stlar. Nima qilaylik? O'zi necha vaqtdan beri anaqa bo'lgan ekan, 3 minut ekan. Do'stlar, bu video sal anaqa gapirayotganimning sababi anchadan beri video olmadim va nima deydi? O'rganolmayapman tilim. O'rganolmayapti. Bir hafta chami bo'ldi olmaganimiz. Endi sekin olib turamiz. Ideya yo'ligi uchun shunaqa bo'ldi do'stlar. Har sizlar bilan Muzalov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha. Va do'stlar, Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar, YouTube kanaliga ham obuna bo'linglar.